Vlog nima bu sizga? Vlog. Короче, Javoh yozibdi, son для слабых ekan. Значит, мы не слабые, да? How's man talk about pressure? Pressure. Send a text in the chat line, give us some testers. Then back to my leisure. I got bro to the end card, that's my brother. That's my brother. That's my brother. I ain't got no gun, but if I cop that dots, bury it like treasure. Ayy, born in the east side, could have been a daily offender. Crazy spender. Might see me in the west with the gunners, or see me with K, like Arsene Wenger. Big spender, thought you was a spender. Done all the spending, the spending stop. Thinking the man, come to the block, can't take out your chain when your shit get popped. Can't really rock on my block. I got so many shots on my block. I sit my henny, don't need the walk. Got cats like Diyeta deydi. Yaxshi qarang. Montajyordan so'raymiz. Montajyordan so'raymiz. Mana takin to'da transition bor. Xayrli kech. Oybekning 3-YouTube выпускini montajini birgalashib qilamiz. Men sizlarga montaj davomida hamma narsani ko'rsatib boraman. Qanaqa решениyalar qilayotganim, qanaqa yashayotganim, bu proses davomida faqatgina strogo sudit qilmaysizlar. Hayotimda birinchi marta vlog zapis qilyapman. Proyektning nomi esa Bir kecha. Buni YouTube ga qo'ysam kerak yoki qarindoshlar gruppasiga tashlayman. Xullas ketdik. 아마나는 아직은 어린가 봐 그런가 봐 엄마야 나는 왜 자꾸만 기다리지 엄마야 나는 왜 Bizda eng muhim narsa qoldi. Bu harakat. Boshqa replikam yo'qmi? Meni shunga chaqirdinglar. O'zi nima uchun aynan harakat so'zini aytganini tushundingizlar-ku? Отсылка qilindi o'shini yaqindagina chiqqan qisqa metrajli filmlariga. O'tib ko'ringlar, вообще шедевральный o'yin. Bittagina shu uchun rozi bo'lib, kelib, to'laqonli podдержка qilib, boshidan oxirigacha turib berib, o'sha kuni ertalabgacha biza bilan birga bo'ldilar. Syomka jarayonida от души, bratan. Qiziq tarafi, biz buni hech qayerda e'lon qilmagan edik. Avaz Yakubjanov Oybekni YouTube выпускida paydo bo'ladilar deb e'lon qilmagan edik. Qilish kerak bo'lgan narsa harakat. O'sha harakatga siz gapirishingiz qoladi. Istaganingizga uchun rahmat oqiladi. Replikamizni ko'paytirsa bo'lmaydimi? Soat 3:30 va nihoyat kalbosa bitdi. Keyingi protseslarga o'tamiz. Qaysidir bir qarorlarimni qaytadan ko'rib chiqqan holatda qisqarishi mumkin video. Hozir 11,5 minut, ya'ni 11 minutu 29 sekund bo'lyapti. Bugungi qo'ygan oldimga maqsadimni bajardim. Endi men uxlayman. Avtobusga o'tib ketyapti. Videoda ham nomi ketadigan Tarantino rejissyorni bitta gapi bor-da. Simple fact that I've always made my movies for me anyway. All right. I make them for me and everybody else is invited and they can do with them what they will. So Mana montajda zritelga emotsiya ulashishni o'rniga ko'proq o'zim emotsiya olishim muhimroq bo'lib qolgan ekan. Men bu yoqda hamcha xato qilyapman. Может, исправим. Ketdik. Uykudori. Yo'tal turibdi. Kango qani kango? Aka vlog olyapsizmi deyman. Ya men qizil bo'lib qoladi deb o'yladim, bu boshqacha qoldi lekin. Bu yerda istoriya bor aka. Вот это самое важное. Quyida sразу yuqori.
Syomka haqida. Da, biz ishimizga borimizni beramiz. Kreativ farqi yo'q. Qanaqa jertuvali talab qilsa ham biz до конца boramiz. Mana yaqqol misol. Bacha qon bilan anaqa обливаться qilib и до конца turib edi. Respekt герой сегодняшнего дня. И только. Birinchi kamera va bundan ikkinchi kamera. Bu telefon. Dekabrni уже 3 dan 2 qism o'tib bo'ldi. Ammo qiladigan ishlarimni hali aksariyatini bitkazmaganman. Shuning uchun oxirgi 10 kunligini men to'liqligicha uyda tunu kun ishlab hamma osilib turgan proyektlarimni yopishim kerak. Hisob kitobim xato bo'lmayotgan bo'lsa ulguraman. Monitor, protsessor, klaviatura, mышка. İşla, yana işla. Hozir bunday qo'lda ushlab yuzimga to'g'rilash yoki nimadir qilishni обязательно nimadir ustiga qo'yib bunaqalar qilishga to'g'ri kelib turuvdi. Shtativim yo'q edi. O'shani topdik. Endi o'shani zastavka qilib olsam, ko'proq narsalarni yana yoritib boraman. Mana короче. Urg'ujonga rahmat. Какое наслаждение. Bugun birinchi Telegramda postimni yozdim. Tak, 22 dekabr. Osmon, quyosh qanday tushib turibdi. Your new YouTube video drops next year, huh? Baboy, aquela lá que tu já disse. Damn. Это чересчур, я не был готов к этому. Я не был готов. Хала, идем ярым, я масакен, офигеть. Classical music, it's different. Я так благодарен, что с вами, с Диором, hammamiz bitta komandaligimizga это честь для меня. Это я не могу это o'ylaga shukur ekan. Düşman yürekten can.
o'ylaymanki, bu video, bu vlogcha sizlarni ham nimadir qilishga turtki beradi. Bu videoda biz Oybek shu metodni qo'llab turib, hayotidan o'tkazgan voqelikni ko'rsatib hikoya qilib berdik. Bu o'zimizni estetikamiz, o'zimizni shuncha paytgacha yig'ilib kelgan ana u ko'rish kutubxonamizda yig'lanib qolgan shahar bitta faylchalarni yig'indisi bo'lib turib, bitta kontent chiqdi. Oybek ssenariylarni yozdi, o'zi rejissyorovat qildi, ya'ni rejissor bo'ldi. Bu videolarni kelajakda o'g'lim ko'rib, dadam shunaqa yashagan ekan, dadam shunaqa ishlagan ekan, dadam shunaqa fikrlagan ekan deb как minimum mani xatolarimni takrorlamaslikka harakat qiladi. Shu